Super yangilik, ikki o'zbek jangchilari 25-iyul kuni Abu Dabida bo'ladigan UFC turnirining asosiy kardida jang qilishadi. Markaziy jangda Bogdan Guskov Magomed Ankalayevga qarshi, co-main eventda esa Ramazon Temirev Stiv Ersikga qarshi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu turnirni hech qaysi o'zbek muxlislari o'tkazib yubormasligi shart. UFC Abu Dhabi turnirining markaziy jangida, ya'ni oqshomning main eventida hamyurtimiz Bogdan Guskov yarim og'ir vazn divizionining eng xavfli jangchilaridan biri sobiq chempion Magomed Ankalayevga qarshi oktagonga chiqadi. Aslida bu turnirda Ankalayevga qarshi amerikalik Khalil Rountree jang qilishi belgilangandi. Lekin jangga bir necha kun qolganda Rountree jarohat olib jangdan chiqdi. Uning o'rniga esa hamyurtimiz Bogdan Guskov 11 kun qolganda jangni qabul qildi. Magomed Ankalayev, albatta bu ism har bir UFC muxlisi uchun juda yaxshi tanish. U ayni paytda yarim og'ir vazn reytingida birinchi o'rinni egallab turibdi. So'nggi jangini 2025-yil oktyabr oyida Alex Pereiraga qarshi o'tkazib, chempionlik kamarini qo'ldan boy bergandi. Xo'sh, Bogdan Guskovda imkoniyatlar qanday? To'g'ri, jang juda qisqa vaqtda, ya'ni 11 kun qolganda qabul qilindi. Lekin Guskovning imkoniyatlarini umuman past baholanmasligimiz kerak. Chunki hamyurtimiz hozirda reytingda 10-o'rinda va haqiqiy nokaut mashinasi hisoblanadi. E'tibor bering, uning hisobida 18 ta g'alaba bor va barcha g'alabalari muddatidan oldin yakunlangan. Shu 18 ta g'alabadan 13 tasini birinchi raunddayoq nokaut bilan tugatgan. Ankalayevga qarshi Bogdan Guskovning kuchli va kutilmagan zarbalari katta muammo tug'dirishi mumkin. Agar Bogdan Guskov ushbu jangda g'alaba qozonsa, chempionlik kamari uchun asosiy da'vogarlardan biriga aylanadi va kamar uchun Carlos Ulbergga qarshi jang qilishi mumkin. Turnirning co-main eventida ham bizni dahshatli jang kutib turibdi. Hamyurtimiz Ramazon Temirev 1 yillik tanaffusdan so'ng yana jiddiy raqibga qarshi oktagonga qaytmoqda. UFC eng yengil vazn toifasida kechadigan ushbu jangda Ramazon Temirevga avstraliyalik Stiv Ersik raqiblik qiladi. Ersik hozirda reytingda 10-o'rinda va o'z divizionidagi eng jiddiy nomlardan biri. U 2024-yil chempionlik kamari uchun Aleksandr Pantojaga qarshi jang qilgan va hakamlar qarori bilan imkoniyatni boy bergandi. Hozirda esa 2 g'alabali seriyada kelmoqda. Ramazon Temirev ham hozirgacha UFCda 2 ta jang o'tkazib, ikkalasida ham g'alaba qozongan. Stiv Ersikga qarshi g'alaba esa Temirev uchun o'z vaznida top 10 ga kirib olish uchun eng muhim tramplin vazifasini bajaradi. Ushbu turnir bo'ladigan Abu Dabidagi Etihad Arena UFC uchun ikkinchi uy hisoblanadi. Bu arenada har yili katta janglar va turnirlar o'tkaziladi. Ana shunday turnirlarning asosiy kardida bir emas 2 ta o'zbekistonlik jang qilishi biz uchun chinakam tarixiy voqea hisoblanadi. Shuningdek, ushbu turnirda Dog'istonlik Islom Maxachev jamoadoshi Magomed Chanko Zaynukov, tojikistonlik Nurullo Aliyev va Islom Dovlatov kabi bizga tanish jangchilar ham oktagonga chiqishadi. 5-sentyabr kuni Parijda bo'ladigan UFC turnirida hamyurtimiz Nursulton Ro'ziboyev Michael Venom Page'ga qarshi jang qiladi. Venom Page hozirda yarim o'rta, ya'ni 77 kg vazn toifasida 12-o'rinni egallab turibdi. Lekin 5-sentyabr kungi jang o'rta vazn toifasida bo'lib o'tadi. Nursulton Ro'ziboyev ushbu vaznda 5-0 hisobidan mag'lubiyatsiz kelmoqda. Qisqasi 25-iyul va 5-sentyabr sanalarini kalendaringizga qizil bilan belgilab qo'ying. Va video yoqqan bo'lsa, shu va shunga o'xshash yangiliklarni va jang tahlillarini o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.